Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi çaylardaki qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve buningki vaqti xayrlik bo'lsin. Men do'stinglar Abdulaziz Beshto'g'roqdan Allohninki güzel, yani musulmonlarninki ikki dunyolik baxtlik hayot kechirish uchun ta'sis qilgan salami assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan birlikte öğünüp kelayotgan yangi kitobimiz Sharq bilan G'arb oralig'ida İslam, yani Uyg'ur tercüme merkezi tarafidan tercüme qilinib Ali İzzet Begoviç yazgan bunu kitobninki ikkinchi sin dersimizni boshlab olamiz. Qadrli qarindoshlar, aldığımız saatlik derste biz mundericiler onunkin Abdur Ali İzzet Begoviç toğrusu da onunkin kiriş söz toğrusu da biraz toxtulup öttük. Bugün inşallah mukaddime degen kısmını başlamalımız. Onunkin ziddiyetler, cedveli toğruluk, malumatlar bakken onu mu 3. saatlik dersimizde başlap valımız kadarıyla arkadaşlar. 15. bet mukaddime. Birinci uzun vakittin bu yan davamlaşıp kelgen ve ayığı çıkmagan mürekkep bir ideologiyalik tokunuş bilen karakterlengen bu zamanıvi dünyada hemmimiz aktif yoki pasif şekilde bu tokunuşun içiga ittirilgan ahvalda turubatımız. Bu gayet zor rekabette İslam'ın ornu zadı qayyada. Bugünkü dünyanı şekillendirişte İslam'ın muayyen bir yolu var mı? Bu kitap mana muşu suallara cevap verişke tirişidir. Biz dünya qarashlarını din, materyalizm ve İslam'dan ibaret 3 türge yığınçaqlışımız mümkün. Bular biz his tuygu, tabiat ve insan deb atap adetlenip kalgan tonuşning mümkünçilikке to'g'ri keladi yoki 3 ufqum en qadimki zamanlardan hozirga qadar o'ttirib qo'yilgan barliq ideologiya, falsafa ve tefekkür sistemleri bu 3 xil dünya qarashining birini chiqish qiladi. Bularning birinchisiga ko'ra yagona yoki asosli mavjudlik ruh bo'lsa, İkincisi göre maddedir. Üçüncüsü kelsek o ruh ve maddenin birlikte mevcut buluşunu asas kılan halde hareket kılıdı. Yani üçüncüsü nimeti İslam düşürdü. İslam yani ruh bilen maddeni birleştirip hareket kılıdı demekçiyken. İkinciden din sözü bu kitapta Avrupa'daki manası da yani religion manası da işitildi. Şunun için din bilen İslam ayrım ma'nilarni öz içine aladigan bo'lganlik uchun ikkisining o'ttirisida bu kitobning mazmuni e'tiboriga ilinganda hech qanday barobarlik belgisi qo'yishga bo'lmaydi. Chunki İslam g'aribliklarning nazaridagi din, ya'ni religionga qaraganda texmo etrafliq ma'niga ega. Biz eserde bayan kılınan din, yani religion ufkumunu bazı caylarda din, bazı caylarda ruhanilik deb tercüme kılışını muvaffak gördük. Çünkü din ufkumu bu yerde materyalizmga zid ma'nida istimal kılınmakta. Eğer insan fakat maddeli bo'lgan bo'lsa idi, materyalizm birden-bir ehmiyetlik felsefege aylanıp ruhiyet bütünley ma'nisiz bir narsa bo'lib qoladi. Yeni bir taraftan eğer ruh mevcut bo'lsa, o halde insan mu badur. Ma'nivilik ve ahlak bo'lmagan insan hayatı ma'nisiz bo'ladi. İnsandaki ruh ve madde birligi prinsipinin nami İslam'dır. İnsani düşüncenin ro'yobga chiqishida mavjud bo'lishning barliq zoologiyalik xususiyatlari kuchlantirilgan ahvolda inson hayoti qalbga kirgan bo'ladi. Biyologiyalik hayotdan
din tarafidan red qilingan yoki inson materializm tarafidan inkor qilingan ahvolda insonning nuqsonlari va ayıpları ko'rilishga boshlaydi. Ba'zilar tabiatni kuzatish jarayonida tabiatning intizomchanligi va jalbkorligiga maftun bo'lib qolib, tabiatning yagona haqiqat ekanligi haqida jar selishidi. Ba'zilar bo'lsa nuqul insonni chiqish nuqtasi qilib, inson ruhini oldingi o'ringa qo'ydi. Uchinchi guruhni tashkil qilgan bizlar bo'lsak, insonning dunyodagi tengdoshsiz mavjudligini e'tirof qilamiz. Ruh abadiylikka ega. İnson bo'lsa zaman bilan cheklangan. Bu cheklik zaman ishida insonning sal qarashga bo'lmaydigan intayin eg'ir mas'uliyati bor. Qur'on 77. surening 28. oyati debdi, qadrli qarindoshlar. O mas'uliyat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala degan shu oyat bo'lsa kerak. Burunqilar ikki cevher yani madda ve ruhni ta'kidlaydi. Bu ikki ufqum orqali ikki farqli manba, farqli mahiyet, bir-birini yeklaydigan farqli ikki dünya, o'xshamagan ikki prinsipni ifoda qiladi. Dünyanın en aqlliq ve arif zatlarımı bu ikki ufqumni kategoriyaga ayırıp tahlil qilgan. Biroq biz bu iki dünyanı zaman noktasından ayrım, birbirinin davamı yoki mahiyeti ve manisi cihetten farqliq bir yerde mevcut bulup turduğan ve birbirinden ayrılanmaydıgan narsa süpütüde körümüz. Dualizm. İnsanın en kadimi düşüncelerden biri bolsumu, lekin en yüksek felsefesi emas. Emniyette bütkül büyük felsefe ideyaları yakçilik, yani birla tarafını aldığını oraya koyuş, yani bir kutuplaşış hususiyetiga ega. İnsanlar hayat ve dünyanı dualistik mantıqı boyunca idrak qismi her qandaq felsefe, yani dualistik degan ikkilik, yani plus minus degan o'xshash. Her qandaq felsefe ve düşüncenin mahiyetinde yanıla yekçilik ideyası yatıdı. Felsefe dualizmga icabi qarayalmaydı. Ehval muşundaq bolsunmu, bu hakikat ameli hayatta köp gevdelenmeydi. Çünkü düşünce hayatta hükümranlık kılalmaydı. Hayat düşünceden bir baldak yok urunda turudu. İnsan buluş süpütümüz bilen iki hakikat dairesi işide hareket kılımız. Biz bunu inkar kılışımız mümkün. Bırak ulanın sırtığa çıkamayız. Çünkü hayat onu qanchalik düşünüşümüzge bağlıq emas. Ali Abbas kılınışımız Allah razı olsun. Şu emde ballı yetip qalğan çağda şundaq ders qılmasak qanday qılımız emde? Allah razı olsun. Bu yerdeki muhim nokta iki hayatını yaşaş yoki yaşamaslık bo'lmasdim. Bu iki hayatını iradimiz bilen tanlap ma'nisini tushungan asosda yaşaş yoki yaşamaslıkka münasibetlik. İslamның en çoğunqur ma'nisi dal mush iki noktada ayan buludu. Her hayat iki yaqılımılıkka egi bulup, yekki hayat insanga nispeten texnika noktasından mas kelmeydi. Bu kanuniyet insan dünyanın içige, yani ziminga yoki ictimai hakikatning ichiga tashlangandan buyon mushapeti davomlashib kelmoqda. İnsan bir hayotga ishonishi mumkin, biroq yashash jarayonida ikki hayotni boshdan kechirdi. Bu hayotimizdan boshqa ayrim bir hayotning mavjudiyati haqida aqliy dalillarimiz yo'q. Biroq inson hayotining nuqul ishlab chiqarish va iste'moldan iborat emasligini,
her daim his qilamiz. Haqiqatni tepib chiqish bilan band bo'lgan bir ilm ahli yoki faylasuf faqat tafakkur qilish bilan texmi yuqori bo'lgan yana bir hayotni topolmaydi. Biroq haqiqatni tepish yo'lida moddiy tarafga sal qarab o'tgan hayot insoniy mavjudlikning eng yuqori pallasidan boshqa bir narsa emas, xolos. Boshqalar uchun o'zini fido qilish, haqiqat, adolat va yaxshilik uchun kurash qilish hayotning cheklik va eng oxirgi palla ekanligini rad qilish deganlik bo'ladi. Axloq prinsiplariga rioya qilib, hayot, erkinlik va rahat farog'atlarini fido qiladigan kishilarning fidokorligi bu prinsiplar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar inson hayotining abadiyligini va uning texmi yuksak bo'lgan yana bir ma'nosini eng yaxshi shaklda ifodalaydi. Zodi qayerga tava ekanligimizga doir savolga beradigan javobimizmi haqiqiy pozitsiyamizning ifodasi emas. Har kimning o'z oldiga yaratgan dunyo endizlari bor. Bu dunyo endizlari umuman degudek zidlikqa va g'ayrilikka ega bo'lib, tanqidsiz tabiatimizning turtkisida puturab turalaydi xolos. Biz ularga ma'naviyat yoki ateizm nomi bergan bo'lsakmi, amaliyotda ularning bu nomlar bilan tuzuk munosabati yo'q. Dinlerini ilm orqali isbotlashga urinadigan insonlar bilan ulug'vor g'oya yo'lida fidokorlik ko'rsatadiganlar yoki Michael Angelo'ning rasmlariga, dinning haykallariga hayron qoladiganlar bu kategoriyaga kirdi. Navada nurg'un kishi o'zining yashayotgan dunyosini yaxshi tushungan bo'lsa edi, intayin tanqislikda qolgan bo'ladi. Materializmga o'xshash nuqul dinning nurg'un kishining qo'llashiga erishishi amaliyotda ko'p qism ergash kuchlarning bularning haqiqiy ma'nosini tushunmasligidan bo'lgan. İnsaniyet tarixida azaldan beri mavjud bo'lib kelayotgan bu ikki ideyani tasavvur qilish uncha tasga to'xtamaydi. Bular bir-biriga parallel va masqadamlik bo'lib, hozirgacha mohiyat jihatdan o'zgarmay kelgan. Hatto bu ahvol qadimiy Gretsiyada bo'lsa, Aristotel va Aflatun qatorliq faylasuflarning ideyalarida o'ttirib qo'yilgan bir butun sistem edimi, nayt ro'shan holatda aks etgan. Yana Aristotelning zoq bilan tragediya inson hayotining qo'zg'atqich kuchi degan mashhur so'zida aradan 20 asr o'tgandan keyin Holbach Aristotelning bu mashhur so'zini yana takrorlaydi. İfadelengen bo'lsa, Aflatunning rostchil bo'lmagan odam xushal bo'lolmaydi. Agar jazolantirilmasa cho'qim vijdoni azobga mubtalo bo'ladi degan so'zida ro'shan ifodalangan. Elmisaqdan biri keskin jidal darajasiga, hatto bir-birini inkor qilish darajasiga berib yetgan bu ikki xil ideya davrimizga davomlashib kelmoqda. Epikursizm ideyalarini Lucrez, Bacon, Hobbes, Gassendi, Helvetius, Holbach, Spencer, Marx ve devrimizdeki Russell qatorliq faylasuflarning asarlarida uchratamiz. Bu yerdagi epikursizm degani Grek faylasofi Epikurusning ideyasi bo'lib, yashashni asosliq turmush falsafasi sifatida qaraydi. Zoq, xushallik va keyif qatorliqlar hayotning nishoni bo'lish kerak degan ideya ta'kidlanadi. Epikurus nuqul zoq va keyifni emas, xushallik va mehr muhabbat bilan to'lib toshgan azob uqubatdan xoli ruhiy cho'nqurlikni tashabbus qiladi. Amaliyotda Epikursu hozir ma'nosida aytilgandek Epikuruschi emas, debdi qadrli qarindoshlar. Shundaqla o'xshash shaklda Aflatunning ideyalariga xristian mutafakkirlari varis qilib kelgan. Hatto Aflatunning ideyalarini G'azzali, Malibranich, Leibniz, Fichte, Gowres, Schelling,
Hegel, Kant, Bergson ve Whitehead qatarlıq mütefekkirlerinin eserlerinde uçuratqılı boludu. Eğer bularını sistemeli kaldı kaydını görüp çıkmakçı bolsak, çıkıdığan xulasıga heyran kalmay turalmaymiz. Hatta bazıları közlerine işenmeski mümkün. Emniyet ve insan gayeleri sahasında bu iki xil ideya teraqqiyat ve gumanizm süpütüde oturgu çıkıdı. Lekin din teraqqiyatqa, bilim gumanizmga elip baramaydı. Bular fakat ularning qo'shimcha mahsulotlari bo'lalishi mumkin xolos. Chunki reallikda ne sap dinni, ne sap bilimni uchratqili bo'lmaydi. Boshqa qilib aytsak, hech qanday bir din bilimning ta'siriga uchramay qolmaydi. Aksicha, bilimmi dinning muayyan ta'siriga uchrab, dinning ba'zi g'oyalariga xizmat qiladi. Bu ahvol murakkab bir hodisaning o'ttirg'i chiqishiga zemin hozirlab berdi. Lekin buning haqiqiy manbasi aniq emas. Atrofimizda bularni bir-biridan ayirib, farqli muomala qilganlarning soni intayin az. Yani bu yerdeki din degan gap bilan islom ikkisi farqli debdi qadarli qarindoshlar, boshdalam deb o'tdi. Shunga diqqat qilsak, bir-biriga zid bo'lgan bu ikki xil ideyani tadqiq qilganda, ularni kategoriyaga ayirib, nihoyatda inchiklik bilan tahlil qilishga to'g'ri keladi. Tadqiq qilish jarayonida ularning ishki jihatdan bir butunlikni tashkil qilganligini, hatto ma'lum noktalarda bir-birini to'liqlash ve qo'llash darajasiga berib yetganligini ko'ramiz. Bu ikki ideya bir-birini inkor qilish uchun o'tirib qo'yilgan dalillar amaliyotda bir-birini to'liqlash mohiyatiga egidir. Masalan, materializm, obyektiv kuch ve hadiseler insandan mustaqil ve xoli halda tarixiy voqealarning qo'zg'atgich kuchi deb qaraydi. Lekin materializmning qarashini idealizm tamamen rad qilib, tarixni qahramonlarning yaratganligini o'ttirib qo'ydi. Mazkur qarashda tarixning yo'linishini danglik shaxslar, qahramonlarning qobiliyati ve kuchi bilan o'zgartiradiganligi ilgari surildi. Ba'zilarning qarashicha tarix meni bilan bo'lmaydi. Yani Marx deb degan bu gapni. Boshqalar bo'lsa Marxdan tamamen farqli holda tarixning dahiylar, qahramonlar tarafidan yaratilganligini ilgari surdi. Bunu mu kariydi deb degan. Bu misaldagi o'xshash tarixiy materializmga qarshi sabda Hristiyan kishiligi o'rin olgan bo'lsa, o'xshash logikaga asosan hukmronlikqa qarshi ijodchanlik, menfaatga qarshi g'oya, mustamlikaga qarshi erkinlik, jamiyatga qarshi shaxs bor deyishga bo'ladi. Dindagi nafsi arzuylarni yo'q qilinglar qo'shtirnoq ichida degan talabga qarshi madaniyatning to'xtamay yangi nafsi arzuylarni g'idiqlab qo'zg'atib turinglar deb javob qaytarishi muqarrar edi. Kitabımızın mukaddime kısmının ahırda fikir ve düşüncelerinin yukarıda qayd qilingan misallarga asasen kategoriyaga ayrılgan kısmıga urun berdik. Kategoriyaga ayrışımız mujmal ve noksan bulup qalgan bolsumu bir-biriga tamamen zid bo'lgan ruhiyetçilik bilen materializmdan ibaret bu iki dünya karşı bir-biri üstünden galip kelolmagan ikki deniz. Furqan suresi 19. surenin 55 20. ayeti debdi. Misali o'xshaydi. 20. ayetin 55. ayetiga. Bu ikki dunyo qarashi ustida izlanish uchun to'g'ri nuqtai nazar bo'lishi kerak. Bu ikki dunyo qarashining qaysisining to'g'ri ekanligini bekitish maqsadida aqliy dalillar izlashga uringanlar behuda avora bo'lgan bo'ladi. Bular o'z oldiga ayrim bir logikalik sistemidir. Lekin hayat prinsip ve tadbiq noktasından ulardan üstün durdu. Yaşaş kıskısı, doğru yol ve usulda yaşaş sosyalizmden her zaman galip orunda durdu. Hristiyanlık nicatlıkını vədə qılıdı. Lekin nokul ruh icatlıkı nicatlıkına tergib qılıdı. Yani işki dünyamızın nicatlıkı erişini vədə qılıdı. Sosyalizmnin vədisi bolsa taşqi dünyamızdır. İki qaraş arasında tengirqab qalgan insan
bir-biriga paralel halda davamlaşıp kelayotgan bu ikki alem aldıda ikkisidan birini tanlashga mecbur olup kalıdı ve tanlagan tarafga bekrak egip ketidi. Neticede bu ikki dünya karışı hayat ve insanın takdiriga münasebet hakikatlerini özara bölüşüdü. Reallıkta şunda hakikatler var ki her kandak adam özünün resmi felsefesini bir chetga qayırıp koyup bu reallıkka murassa qilib ish tutishga mecbur bulup kalıdı. Bularni qabul qilganda oңuşsuzluklarının sabak algan asasda qabul qildi. Bu hakikatlarni tırnak içinde aile, maddi bexatarlik, xushallikqa erishish, adolat va haqiqatga bo'lgan intilish, salomatlik, tarbiya, ish, erkinlik yo'lida kurash qilish, manfaat, kuch, mag'lubiyat qatorliqlar bir-biriga selishtirsak, o'xshash o'q atrofida ma'lum aralıqni saqlagan asosda guruhlashganliklarini ko'rinishda bir-biridan farqli ve o'xshamagan holatda bo'lsa-mu, biroq intayin amaliy ve İslamның prinsiplariga o'xshab ketadigan bir sistema barpo qilganligini ko'ramiz. Bu bir-biriga selishtirilib kelinayotgan ideyalar o'rtasidagi farqlar asosiy munosabatlik bo'lib, buningdan halqib o'tish mumkin emas. Lekin bu nazariya jihatdan shunday. Real turmuşda o'rtasida keskin ixtiloflar bo'lsa-mu, lekin bir-biriga ta'sir ko'rsatib, mavjudligini davomlashtirib kelmoqda. Tehi tünügünce bir-biriga düşmanlaşgan karşı fikirler birdilla ideya sistemisinin urunelip normal halatga keladigan vaziyat shakllanadigan ahvollarmi ko'riladi. Buning aksicha hamma tarafidan qizg'in qarshi elinib, yaxshi ko'rilgan ideya va qarashlar nazariyaning faqat ziddiga aylanib qoladi xolos. Masalan, Marksizm aile ve devletini red kılıdı. Lekin o ameliyette bu ictimai kurulmalarını muhafazat kılıdı. Her kandak bir dini xahiş dünyayı birleşini ayıplaydı. Lekin reallıkını yaklaydıqlarının ameliyatga uygun ideologiyasi, ictimai adalet prinsipleri ve prinsiplerini qabul qilib, texmi yaxshi sharoit barpo qilish uchun bir kurash amaliga aylanadi. Marksizm ma'lum darajagacha erkinlikni qabul qilishga, din bo'lsa o'z falsafasiga zid holda zo'rlikning foydalarini e'tirof qilishga majbur edi. Chunki reallikda aqlga muvofiq holda harakat qilish va o'xshash vaqtda logikalik bir falsafaga ishtiyoq bog'lash va uningga sodiq bo'lishning mumkin bo'lmaydiganligi isbotlandi. Hristiyanlık ve materyalizmning hayatlıkka ölçem bulunmaslığı yoki inson tabiatiga mos kelmasligi sababidan qiyin ahvolga tushib kelishiga chiqish yo'li tepish yoki topmaslik muhim emas. Bu yerda muhim bo'lgani bularning mohiyatlik alohidligini yo'qotib qo'ymagan va doirasini chetlab ketmagan asosda chiqish yo'li tepish yoki topmaslikdir. Ko'pincha hollarda bu chiqish yo'li nomuvofiq usullar bilan qarshi tarafdan o'tni elib turish orqali ta'minlanib kelmoqda. Darvaqa shirkovga aylanib qurilmalashgan xristianlik ish, savdo, mulk, daraja tuzumi, ilm, ma'arif, nikoh, qonun va ijtimoiy adolat qatorliq xususlarga markazlashgan bo'lsa, siyosiy tuzumga aylangan sotsializm yoki materializm özü bilen hiç qandaq münasib bo'lmagan terbiye, humanizm, ahlak, san'at, ijodiyat, adalet, mas'uliyat qatorliq ma'naviy qimmat o'lchamlarining kategoriyalariga markazlashadi. Sap ideyalarning o'rniga bularning izohatlari va materializm din sifatida umumning manfaatiga xizmat qildirildi. Qo'shtin naqshida umumning manfaati. Bular haqqidagi izohatlar mohiyat jihatdan o'zgarmagan aslidagi ideyalardan tamoman farqlidir. Aslidagi din ve materializmning mo'shu shaklda burmunun o'zgartirishi amaliyotda qonuniy zaminda elib berildi. Darvaqa
Her ikkili ideya o'xshash ahvolga duch kelgan bo'lib, hayotning faqat bir tarafiningla ifodasi hisoblanadigan bir xususqa, hayotning butkul ehtiyojini chiqarlaydigan xusus sifatida muomala qilish va mushafati aminlashtirishga urinish, nazariya jihatdan qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, inson meyli materialist yoki xristian, meyli radikal yoki mo'ditil bo'lsin, ideyalarni amaliy turmushga tatbiqlash jarayonida ideyalarning nurg'un javharlarini aminlashtirolmay qoladi. Reallikda haqiqiy ma'nodagi materialist yoki xristian tepish haqiqatan tas. Xitoy, Chavshan va Vyetnam qatorliq davlatlarda o'zlarining marksizmning haqiqiy ulgusi sifatida e'lon qilgan utopiyalar, ya'ni xiyoliy davlatlar, amaliyotda zidlik va xiyolparastlikning ro'shan ifodalari hisoblanadi. Bu davlatlarda axloqiy tuzum barpo qilishning o'rniga jamiyatda mavjud bo'lgan qanoatchanlik, ya'ni qanoatchanlik turmush saviyasi tuban bo'lganlarga intayin mos keladi. Cho'nglarga hurmat qilish bo'lsa, hokimiyatga hurmat qilishga o'zgartirilgan debdi. Qanoatchanlik va cho'nglarni hurmat qilish qatorliq ko'plagan ma'naviy qimmat qarashlari davlat manfaatiga xizmat qildirildi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, bu sistemalarning asosidan radikal marksizmning prinsiplaridan sirt mavjud dinlarning qimmat qarashlarimo o'rin olgan. Sistemaning qurg'uvchilari bu haqiqatlarni amal bar o'zlarini qochirib kelgan bo'lib, haqiqatlar ularning e'tirof qilishi yoki qilmaslikqa bog'liq emas edi. Ular mavjudligini davomlashtirib ba'zi sotsialist davlatlarda emgak namunachiligiga moddiy buyumning o'rniga rag'batlantirildi. Rag'batlantirish amaliyotda ma'naviy bir hodisa hisoblanadi. Bu ahvol chuqur izohlanishi kerak. Acaba bu ahvol materializmning kelganmi yoki o'ziga jat bir ideyadan o'tni ilinganmi? Shu nuqta intayin ro'shanki, ma'naviy unsurlarning logikalik tusi kuchli bo'lgan materializm, ya'ni aslidagi materializm nuqtasini izohlash qat'iy mumkin emas. Gumanizm, adolat, barobarlik, erkinlik, inson va fuqarolik haq huquqlarini tashabbus qilganlarga qaraydigan bo'lsak, o'xshash ahvolni uchratamiz. Bularning haqiqiy manbasi nuqul dindir. Yashash hamma odamning haqqi, lekin dunyoni to'g'ri tushunish uchun dunyoni harakatlantirib turadigan va idora qiladigan fikr va tushunchalarning manbasi va ma'nosini bilish to'limi zarur. Hayotdagi hayotdagi har xil oshkora narsalar va umumiy narsa sifatida qabul qilingan ideya va tushunchalar mazkur tema ustidagi tadqiqotlarga nisbatan intayin xatarli omillar hisoblanadi. Kit biz o'ylagandek biliq hisoblanmaydi. Materializm bilan erkinlik bir yerda shuncha ko'p qatim takrorlangan bo'lsa-mu, ikki kishi birlikda harakat qila oladigan hukmlar emas. Ideya bilan harakat o'rtasidagi ziddiyat ko'payib borsa-mu, narsalar o'xshash qoladi. Lekin ideya va tushunchalar dunyosida vaqtliq va zohiriy narsalarning emas, haqiqiy va mohiyatlik omillarning ta'siri bo'ladi. Yuqoriqilardan biz tushungan ma'nodagi islomning izohatini to'liq ta'riflab bergili bo'ladi. Islom dunyosining asosiy aloyligi bo'lgan bu dualizmni ikki manbachilik, dastlab to'g'ri tushunish va qabul qilish, orqadan uning ustidan g'olib kelish intayin muhim. Bu yerde İslam tabiri, İslam sifatida ta'riflangan sistema, muassasalar ve asosli ideyalar uchun ishlatiladi. Bu yerde yana asosli ideya, prinsip ve mohiyatlik aloyidlik qatorliq jihatlardagi ishga moslashishga asosan nihoyat cho'nqur ve atrofli bo'lgan bir selishtirish usuli mavjud. İslam iste'molida tayyor hal qilish usulining bakrak metod ta'kidlangan bo'lib, mazkur termin bir-biriga zid bo'lgan ideyalarning bir butun va birlashma prinsipini o'rtaga qo'ydi. İslamning asosiy prinsipi tabiatdagi hayot
ve hayatlık şekillerinin terakki kılış usullerini ta'kidlaydi. Bu yerde mundaq bir hadise o'ttirg'i chiqadi. Pokizlik bilan ibodatni birlashtirgan ve namaz bilan insonlarni jam qilgan omillarning asosida hayotdagi ma'naviy erkinlik bilan tabiat qarorchiligini birlashtirgandagi ilhom mavjud. Kuchlik sizm qobiliyati orqali faqatla namozni kuzatish bilan butkul islom orqali bo'lsa dunyoning umumiy dualizmini qaytadan barpo qilg'ili bo'ladi. İslamni prinsip jihatdan izohlash, islom kelajak uchun zo'r foydasi bor. İslam ve İslam dünyasının tarixda radikallashganligiga ve bekinma holatda turdiganligiga nurg'un qatim shohid bo'ldik. Bu ahvol İslamning tamomlangan ve butkul zamonlarga mos keladigan bir ideya sifatida ta'riflanishiga bog'liq. Yevropaning hech qachon o'ttiral yoki mo'ditil bir yo'lni tutish amaliyati bo'lib boqmadi. Lekin Angliyani buningdan mustasno tutish kerak. İslamni Yevropaliklarning diniy nuqtai nazarini ta'riflash mumkin emas. Namoz, zakat, xalifa, jamoat, tahorat qatorliq islomiy terminlar duo, boj, hukmdor, jamiyat, yuyinish qatorliq terminlar bilan o'xshash ma'noni bildirmaydi. İslamning din bilan materializmning birlashmasidan iborat ekanligini va xristianlik bilan sotsializmning markaziy nuqtasini tashkil qilganligini ilgari surgan qarash va izohatlar bor bo'lib, bular nihoyat tomtoq va yuzaki hisoblanadi. Lekin bularni ma'lum shart asosida qabul qilishga bo'ladi. Bular haqiqatning bir tarafiga ma'lum nisbatda bo'lsa-mu, mos keladi. İslam hargizmi yuqorida qayd qilingan ikki ideya o'ttirisidagi oddiy arifmetikalik markaz nuqtasi emas. Darvaqa namoz, zakat, tahorat qatorliqlar parchalashga bo'lmaydigan hukmlar bo'lib, ularni ifoda qilish uchun birli so'z, birli tasvir yetadi. Lekin bu hukmlar bir ishning ikki tarafini, ya'ni moddiy va ma'naviy tarafini to'liq ifodalab turdi. Bu ahvolning inson bilan bo'lgan parallelligi intayin ro'shan bo'lib, inson bularning o'lchimi va izohati hisoblanadi. Qur'oni Karimning odatdagi bir o'qirman yoki tahlil qiluvchiga nisbatan sistemasiz bilinganlik va bir-biriga zid omillarni tashkil topgandek ta'sir paydo qildiganligi hammamizga ayon. Qur'oni Karim adabiyot bo'lmasdan hayotning dal o'zi. Qur'oni Karimga ideya andisiga o'xshash emas, yashash usuliga muomala qilgandek muomala qilishga boshlaganda masala o'zligidan hal bo'ladi va Qur'on haqidagi xato tushunchalar qimmatini yo'qotadi. Qur'onning yagona tafsiri hayotning dal o'zi bo'lishi mumkin. Hammaga ma'lumki, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayoti dal mushundaq edi. İslamning ideyasini Qur'onning yoziq shaklidan tushunish tasdiq bo'lib, ziddiyatdek ko'rinishi mumkin. Biroq Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotida sevgi bilan kuch, dunyo bilan oxirat, ilohiy bilan insoniy qatorliq taraflarning bir-biriga nihoyat mos holda namoyon bo'lganligini ko'ralaymiz. Din bilan siyosat birlikda vujudga chiqargan bu portlatqush birlik xalqning hayotida zo'r burilish hosil qilgan. Bu nuqtada islom andizisi bilan hayot andizisining birlik ichida harakat qilganligini his qilish unchula ters bo'lmasa kerak. İslamning o'tirhol va mo'dutilligi islomga o'xshamagan ikki zid qutbdan kelgan hujumlarga qarshi o'zini qo'g'dashda alohida gavdalandi. İslam sab din tarafidan haddidan ziyoda tabiiy, moddiy va dunyoviy bo'lishi bilan ayıplanıp kelayotgan bo'lsa, bilim tarafidan diniy bilimning xolilik, mistik bo'lish bilan ayıplanmoqda. Ammo islom yagona bo'lib, insonga o'xshash hem ruh hem jismdan tashkil topgan. Materialistlar islomga har vaqt nuqul din ve mistik narsa sifatida qarab kelgan bo'lsa, xristianlar ijtimoiy ve siyosiy harakat sifatida ko'rilib keldi.
ko'rib keldi. O'xshash dualizm, ikkilik hadise işki kısmımız yani İslam dünyası demo körüldü. Asaslık İslami muasseselerden hiç kandak nesap din, ne sap din, ne sap ilim yani siyaset, iktisat taşkı dünyaya taalluk emez. Yani asaslık İslami muasseselerden hiç kandak ne sap din, ne sap ilimga taalluk emez. Tasavvufçular daim İslam'ın manevi tarafını ta'kidlab kelgan bolsa, aqliyatçılar dünya tarafını ta'kidlab keldi. Şonlaşqa her iki taraf İslam'ın nuqul bir tarafını izohlab, yeni bir tarafını nazardan saqit qilganlikdan nurg'un prinsipallik masalalarga duch keldi. Şonlaşqa her iki taraf İslam'ın nuqul bir tarafını izohlab, yeni bir tarafını nazardan saqit qilganlikdan nurg'un tarafını izohlab, yeni bir tarafını nazardan saqit qilganlikdan nurg'un prinsipallik masalalarga duch keldi. Masalani inchkilik bilan kuzatgan bo'lsak, ne mistikchilar ve ne aqliyatchilar İslamni atrofliq tushuntirishga muvaffaq bo'la olgan emas. Masalan, taharat üstü to'xtaylik. Tasavvufçular onu simovlik ma'niga ega tozalik sifatida tushuntirgan bo'lsa, aqliyatchilar uni salomatlik va pokizlik nuqtasidan tushuntirdi. Shundaqdimi her iki tarafning qarashlarining muayyan asosi bor. Sopalarning qarashida nuqson bor bo'lib, taharatni nuqul simovlik harakat sifatida ko'rdi. Ular boshqa masalalarni islomiy nuqtadan tushuntirgandimi, o'xshash xatolikni sodir qildi. Yani İslam'a insanlarını bir yerge cem kılalaydıgan siyasi bir ideya süpütüyle muamele kıldı. Ular İslam'a milletçilik berpa kılışta paydalanışqa bulungan asas amılardan biri süpütüde qaraydı. Bu ahval bir Müslümanın özünün hakiki vazifesi, mesuliyeti ahlaki yoki dini tirikçilikleri dünyavi hakikatler bilen boğan münasebetinden tamamen mehrum bolışığa sebep bulup, fakat özüge ictimai topluluklardan farklandırılan bir toplulukka taalluk kılır. Halbuki İslam nuqul millet buluşunu tergip kılmaydı. Kur'an-ı Kerim 3. sürünün 190. ayeti, 22. sürünün 41. ayeti geçip qarab baxsaq bulduk. Manevi bir vazifesi bolgan ümmetni tergip kıldı. Biz birisi de İslam'ın siyasi tarafını nazarını saqit kılıp mistisizmga berilip nurgun ölgen doğulup ösken ziminimizden ayrılıp kalınız ve muayyen besim aslı yaşaşqa ve kul buluşqa lebbey deyimiz. Yeni birisi de İslam'ın manevi tarafını saqit kılıp dünya ve kültür sahasında manevi cihetten birer güç buluştan mehrum kalınız. İslam istiqbal ve ameliyat tirikçilik noktasının cismani ve ruhi cihetten birdek bolgan insanlarını yetiştiriş ve kanunları ve ictimai siyasetini muasseseleri mezkur birlikni qoğdayalaydigan şekilde berpa kılıngan cemiyet berpa kılış üçün elip berilgan çağırıqtır. İslam izchil içki ve taşqi muvazinetinin birlikini izleydi. Bu İslam'a nispeten aqalli talep ve nişan hesaplandı. İslam'ın tarihi vazifesi del muşunundan ibaret. İslam istiqbal ve emniyet tirikçilik noktasının cismani ve ruhi cihetten birdek bolgan insanlarını yetiştiriş
ve kanunları ve ictimai siyasi muasseseleri mezkur birlikni qo'g'dayalaydigan shaklda barpo qilingan jamiyat barpo qilish uchun ilib berilgan chaqiriqdir. İslam izchil ichki va tashqi muvozanatning birlikni izlaydi. Bu İslam'a nisbeten aqalli talab ve nishon hisoblanadi. İslamning tarixiy vazifasi dal mushundan iborat. Mezkur kitabımız analiz edilip berilgan ve cevap vermekçi bo'lgan meselelerge asasen hazır ve ötmüşünün en roşun alaylık üstüde toxtuludi. Dünyanın bir-biriga zid bo'lgan iki kutupqa ayrılgan halette bo'lişi bu yerde köz tutulgan alaylık bulup onun tigide ideologiyalik tokunuş yatıdı. İdeya fikirler tokunuşu ilgiriki seliştirganda texmi keskin tüs elip muayyen endizige kiriş bilen birge enige aylandı. Nurgun joyda bunun ifadelerini uçurtuş mümkün. Kutuplaşış tez süratle davamlaşmakta. Hazır ideya, his-duygu ve siyasi cihetlerden birbirinden farklı tamamen iki dünya birbirinden farklı iki dünya mevcut. İnsanlar dünyasının dualizmi, iki menberliki ve münasebetlik tarihi tecrübeler kayıtlıdır, tekrarlanmaktadır. Ahvalının muşundaq buluşuğa erişip, dünyanın bir kısmı bu kutuplaşıştan uzak yaşavatkan bulup, bunun köp kısmını İslam memleketleri teşkil kılıdı. Bu hergiz tasabiylik emas. Müslümanlar şunu his kıldı ki, mevcut ideologiyilik dokunuşlarda ulağa münasebetlik hiç qandaq nerse yok. İslam'ın gaybilik bilen maddelikinin otları ve emili taraflarını itiraf kılıplı kalmasından küçep takitleydi. Çünkü gaybilik bütünley yalgan bolsa, ondaqda İslam'ın tuluq ma'niki hakikat hesaplanmaydı. İslam'ın doğruluğunu ispatlaş, gaybilik ve materyalizmnin doğruluğunu ve hakikatlerinin noksallarını mı ispatlaş degenliktir. Hazırkıdek halkılık peytte İslam'ın İslam'ın emeli ahvali müşnundan ibaret. Bu iki yaş emeli ahval müşnundan ibaret. Bu iki dünyadan birini red kılış hergizmi İslam'a fırsat beriş degenlik emas. Belki İslam ularning hakikat ve emeli taraflarını itiraf kılalaydigan üstünlükke ega. Dünyadaki ziddiyetler fakat bu iki dünyanın adalet ülüşlerini tapşıra alaydigan üçüncü bir dünyanın berpa buluşu bilen hal buluşu mümkün. Bir bilen ziddiyetlik ideologiyalarını besim bilen kabul kıldırılıp olmaydiganlığı şahit bolduk. Mevdutul ve oturhal yol tutuş devrinin takazzası süpütüde oturğa çıkmakta. İslam bu tabii terakkiyatqa tizli cevap veriladigan bulup, dal moşundaq fikir ve ideyelerini tergib kılıdı ve tedrici biz teklif kilovatkan iki dünyanın biz tekitlep kilovatkan iki dünyanın en muvaffak ifadesi bulalaydı. Şerq bilen garip oturusida ötmüştü köp qatim körükler rol oynagan. İslam öz vazifesini idrak kılıdı. Ötmüşte kadimki medeniyetler bilen Avrupa oturusu köylüklük rol oynagan İslam hazırkıdek parçalangan ve kalaymakan vaziyette turgan bir dünya. Vasıtılık rolüne kaydının ötüşü gerek. Üçüncü yol yani İslami yolunun mənisi del muşudur. Ahırda mezkur eser hakkında
ba'zi narsalar ustida to'xtalmoqchiman. Kitap ikki qismni tashkil topgan bo'lib, birinchi qismida din atrofliq tushuntirildi. Ikkinchi qismi islomga mundoqcha qilib aytsak, islomning bir tarafini ifodalaydigan ikki qutbli adoylikka ajratilgan. Mazkur kitap teologiya kitobi emas. Muallif teolog emas. Şoňlaşqa bu noktadan mazkur kitap orqali islomni davrimizdagi kishilar tushunadigan tilga tarjima qilish maqsad qilindi. Bu emgikimiz ba'zi xatolik va nuqsonlarning xoli bo'lmasligi mumkin. Chunki nuqsonsiz tarjima qat'iy mavjud emas. Debtu Al-İzzet Bigovich. Endi bu yeni dersimizde inşallah 29. bet ziddiyetlerinin cedveli deb bir qancha betlik ziddiyet varken qadrli qarindoshlar soatimiz qarab baqili qirib oldu. Ziddiyetlerini biz keyin yine to'xtalib o'tdilar. Ya bo'lmasa endi bunu bir o'qibasam bo'ladigan ko'p bir mazmuni yo'qken. Ziddiyetler cedveli. İzahat. Bu cedveldeki üçret dini yani religion ar bilen İslami yani ay İslamik ve materyalist yani dünya karaşlarına vekillik kıldı. Birincisinin hareket noktası ruh. İkincisinin insan, üçüncüsünün maddedir. Bir red içindeki bütün ufkumlar, fikir ve ideyalar ve ifadeler arasında öz ara münasebetler yoki içki bağlanış mevcut. Yani tiksizlik. Şundaqla her noktanın karşı tarafındaki redde ma'nolar yazılgan, yantusuz. Hem de her bir meslekinin dünya karışları bir bütün halde ortaya çıkan. Mesela dünyanın asasının maddenin teşkil kıldığanlığını teşebbüs kıldığan materyalizmda onunla muvafık bir qatar fikir ideyalar, kanaat ve işenç urun alır. Bu noktadan bir materyalist prensip cihetten cemiyetinin şahsın üstün işgalligini teşebbüs kılır. Darwin ailevi terbiye ve humanizmning orduğa tedrici terakkiyatını yakalap tarihi hadiselerinin insanın iradesi ve məqsədlərindən xali halda meydana kelganligini ilgili sürüp insan hak hukukları ve erkinlikinin orduğa ictimai hak hukukları ve bexatarlikning avzal ekanligini o'ttirib qo'ydi. Bu haqdagi analizimizde texnik kengaysak tedrici teraqqiyot nazariyalari orqali inson haq huquqining rad qilinishi yoki ateizm bilan Stalinning cho'ng tozalash harakati o'rtasida ishki munosabat borligini bayqaymiz. Buningga o'xshash ishki munosabatlar dini dunyo qarashiga tava qurda ko'rinishda bir-biridan uzoq va bir-biriga o'xshamaydigan hodisalar o'rtasida mavjud. Bu jadval intayin yuzaki mujmal bo'lish bilan birga favqulodda radikaldir. Lekin buningdan saqlanish mumkin emas. Debdi ondan kim shu qarasanglar 3 tane bir betki 3 tane resimsiz 3 tane demesiz hep aşağıdan ayrıptı. Mesela ruhaniyet, İslam, madde yani materyalizm. Ruh, insan, madde. An bunun zıttı mevcutluk materyalizmda, ruhiyette can yani materyalizmda vücut, subjektif materyalizmda objektif, her neresi özde vaka hadise. Biz ruhaniyet, yani biz madde, materyalizm. Ruhaniyet yani din noktasından devam ediyor kadarıyla arkadaşlar. Organik yani mekanik. Poiesis Aristotel, mimesis Aristotel. İneklik konkret din ulemaları khas. Abstrakit umumi. Bu materyalizm. Simovullar dinde ruhaniyet simovullar maddede kategoriyalar sallar. Mahiyet ruhaniyette mahiyet maddizmde san. Din sanat
materializmda bilim texnika, ruhaniyetli ibadet, materializmda işlep çıkarış, İslam'da namaz. Hem de ibadet meselesi. İbadetten karşısı yani maddizmda giyina, oturusunda İslam'da zakat. Sedike karşısı bac. Yani kıymet ölçemleri ahlak, mantıklı hükümle matematika. Ameli akılının tenkidi, yüzeki akılının tenkidi. Vicdan, gaye, düşünce, günah. İhtiyaç, menfaat, reallık, ziyan. Bu materializm noktasından şundak cedvelge uğurlaştırıptı. Meditasiya, ilham, sezgü, maddizmde küzütüş, akıl tecrübe. Mukaddes sır mesele, drama, ahlaki mesele, metafizika, siyasi iktisat, ictimai meseleler, fizika. Monastir, ibadathana, sen'et közniki, mektep, tecrübehana, zavut. Cama, oturusudaki İslam, cami, mektep. Ondaki ahlak, ruhaniyeti ahlak, İslam'da kanun, şeriyet, nimede maddede, materializmde güç kuvvet. Aşık, rezillik, sevir. Aşık, rezillik, sevir. Adalet, cihat, senibi, küreş, depaptı materializmda. Rahip aziz, nimede şehit, İslam'da materializmde çevandaz, siyasi cancı, kahraman. Uslop, nimede materializmde fonksiyonu. Estetik şekil biriş, yani texnik icat qilish degan ma'nida tushundiki materializm. Yaratish, yani tadrijiy taraqqiyot. İnsonni Allah yaratgan, inson tabiatining mahsulidir deydi materializmda. İnsanning insonlashtirilishi, jonliq modda, hayvon, inson üstü. Michelangelo Darwin. Karşısındakisine Darwin. Ahlak dramisi nicatlık için küreş. Hayat kürüşü tabi şallanış, maddi hayatının tekrar yenilmiş. Ruh talimatı individuallık. Realizm köp kıllık. Hristiyan individualizmni materializm, tarihi materializm. Tarihni kahramanlar bilen izahlaş İslam'da yok, lakin maddizmde materializm tarihi hak ideya. Tarihni dahili yaratıdı, tarihini kahramanlar yaratmaydı. Mutlak ruhunun peydinpey terakkiyatı, erkinlik karışının zeperi, tekniki erkinlik karışının zeperi, karışı sınıfsız cemiyet. Mutlak ruhunun peydinpey terakkiyatı, materializmde işlep çıkış basılardı terakkiya. Tarihin dahili yaratıdı degen ne dese, bu ruhaniyet, materialist işlep çıkarış basıları terakkiyat. Estetik şekil veriş, bunu teknika icat kılış, yaratış ruhaniyetki, nimede materializmde karşılıklı tedrici, terakkiyat, insanı Allah yaratkan, insan tabiatının mehsuludur. Yine bir başka ayet. İnsanın insanlaştırılışı. Ondan ki bunun karşısı canlılık madda, hayvan, insan üstü. Michelangelo barədə Darwin əxlaq dramisi nicatlıq üçün güləş, hayat görüşü, təbii şallanış, maddi hayatının tekrar yenilmiş, ruh təlimatı, individuallıq, realizm, köpxillıq, Hristiyan individualizmi, tarix materializm, tarixini qəhrəmanlar bilan izahlaş, materializmda, materializm tarix ediyor.
tarixni doila yaratadi desa, ruhda, ya'ni dinda tarixni qahramonlar yaratmaydi, deydi materializm. Mutlaq ruhning paydinpay taraqqiyoti, ishlab chiqarish vositalari taraqqiyot. Erkinlik qadrli qarindoshlar, oz qoldi. Mutlaq ruhning paydinpay taraqqiyoti materializmdagi ruhanizm, ya'ni dindagi materializmda ishlab chiqarish vositalari taraqqiyot. Erkinlik qarashining zafiri nimada materializmda sinfsiz jamiyat. Dahshatlik mahkama, ya'ni oxirat, entropi nimada materializmda insonlarni harakat keltirgan fikrlar idealizmdir. Nimada ruhaniylikda, dinda insonlarni harakatlantiradigan ehtiyojlar, ya'ni manfaatlardir, deydigan materializm. Derviş terbiye ruhanizmda, yani ta'lim ma'arif materializmda. En'eli ma'arif bu materializmda ameli ma'arif. Öz üzüge hükmünen buluş ruhanilikte, reallik ve ameliyatki hükmünen buluş materializmda. Arzu heveslerini yok kıl, bu dinde, yani, bunun karşısı materializmda icat kıl, yasa. Emeller niyetlerge asasen belgilenidi. Nimide emeller neticelerge asasen belgilenidi. Maddizm. İslam'da bunun oturisi muhafizet karakterlik ceza. Cinayet prensibi ceza. Nimide materializmda ictimai kulaş prensibi tedbir, şallaş. Nimide ruh, dinde kültür, nimide materializmda medeniyet. Dinde humanizm, materializmda terakkiyat. Dinde kültür, icma, şahsileştiriş, materializmda ammibab kültür, monopoliye, yekkilik. Deki drama, bunun karşısı otopiya nimedeki karşılığı. Materializmdeki şahsiyet nimede dinde, ruhiyette materializmda ictimai mutlakiyetçilik. Yani oturuşudaki olsa İslam insan deb qaraydigan. Manevi topluluk nimede İslamda cemaat, materializmda ictimai sınıf. Erkinlik, beraberlik, qarindoshlik bu dinde, ruhda, materializmda sınıf birlik. İnsan abroyu, insan hakları, din, yani ruhda, maddizm felsefesinde ictimai bexatarlik, ictimai haq, hukuklar. Ruhda kişilik hukuk kitapnamesi, yani Amerika, nimede materializmni Sovyet emgekçiler ve eksploatasiya qilguvchilarning haqqi huquqlari. Nimede dinde, ruhaniyette boyun egdirilganlar Dostoyevskiy, nimede eksploatasiya qilguvchilar Marx materializmda. Aslidagi günah, iffat, boytaqliq, nimede materializmda cinsiyet inqilobi. İslam'da nikah turmuş. Nikah mukaddes sır süpütede ruhanilikte. Nimede nikah kelişim boyunca materializmda. Yani danışmanlık ruhda, ruhaniyette, materializmda biyolojik güç. Ruhda yine ruhiyette aile, aile, ana, aile bir terbiye, 3 evlat terbiye. Materializmda balalarının üye, balı bakıcı, ictimai terbiye, sanatoriye. Ruhda, dinde İsa, nimede Musa, materializmda, İslam'da Muhammed. Ruhaniyet, ruh yine dinde Hristiyanlık, nimede materializmda materializm.
İslam'dı bolsa, yine İslam demektir. Dep aptı ustazımız muşunda bir ziddiyet cedvelini kadirli kılınsa. Bayatın mukaddemede nıkıp öttük. Materyalizm bilen din ikisi birbirinden çıkışanmaydı. Birbirini inkar mı kılışıdı, lekin bu birbirinden ayrılanmaydı. Deylik. Ama nime İslam bu ikisi ruhaniyet bilen, ruh bilen materyalizmni ikisini birbiriga ait maslaştırıp elip mağdı dep təhlil qıptı muqaddimesida Ali İzzet Begoviç şerh bilen garip arlıqıda İslam degan kitabıda qadirli qarindoshlar bu kitabni tercüme qilgan Adil Uyg'ur qarindoshimizga rahmat aytamiz. Undan boshqa buni tercüme o'rinlashtirgan Uyg'ur tercüme markaziga mo rahmat aytamiz qadirli qarindoshlar. Unda olsa bugungi darsimiz tugudi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.